Tushda humo qushi ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi humo qushi davlat, izzat, ulug'lik va zafardir. Tushida humoga ega ekanligini ko'rsa, humoning qadriga muvofiq izzat va davlat topishini bildiradi. Tushida humo qo'lidan uchib ketganini ko'rsa, izzat va hurmatga nuqson yetishini bildiradi. Kirmoniy aytadiki, tushdagi humo podshoh, rais yoki ulug' odam bo'ladi. Tushida humoni o'ldirib, go'shtini iste'mol qilganini ko'rsa, bir ulug' kishini yengishiga, molini tortib olib yeyishga ishoradir. Tushida humosi borligini ko'rsa, aytib o'tilgan kishilardan xayr-u manfaat ko'rishiga ishoradir. Tushida humoni o'q yoki tosh bilan urganini ko'rsa, aytilgan sifatdagi odamlarning orqasidan yomon gapirishiga ishoradir. Tushida humo uni tirnab olganini ko'rsa, aytilgan toifadagi kishilardan ziyon yetishiga ishoradir. Ja'far Sodiqning aytishlaricha, tushdagi humo 7 narsani bildiradi: podshohni, raisni, ulug' odamni, davlatni, ulug'likni, amalni, izzat va iqbolni. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.